Assalomu alaykum. Siz bilan O'zbekiston 2030 teleloyihasida uchrashib turibmiz. Bu galgi bosh mavzuyimiz tarixiy transformatsiya yuz bergan ta'lim tizimi. Ya'ni 10 yil ichida O'zbekiston aynan ta'lim sohasida bosib o'tgan katta yo'l. $2000 maosh olayotgan pedagoglar, milliarder o'quvchilar va dunyoning eng zo'r universitetlariga o'qishga kirayotgan yoshlarimiz. Tarixiy transformatsiya, tarixiy islohotlarning real natijalarini biz mana shu mavzular bilan tahlil qilmoqchimiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston 2030 teleloyihasiga xush kelibsizlar. Bu galgi mavzuyimiz oxirgi 10 yilda eng katta transformatsiya bo'lgan soha, ya'ni ta'lim. Agar hisob-kitob qiladigan bo'lsak, ta'limga oxirgi 10 yilda davlat tomonidan 275 trillion so'm mablag' ajratilgan ekan. 25 milliard dollardan ko'proq mablag' degani, mana shunday e'tibordan keyin oxirgi 10 yilda o'zi ta'limda nima o'zgardi? Assalomu alaykum. Katta rahmat. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hurmatli prezidentimiz yangi O'zbekiston islohotlarini ta'limdan boshladilar. Chunki 3-renessans poydevorini yaratamiz degan juda katta bu konseptual g'oya. Mana shu konseptual g'oyani asosi esa ta'lim va ta'limdagi islohotlar. Shu nuqtai nazardan qaraganda davlatimiz rahbari har bir tashabbuslari, g'oyalarini albatta iqtisodiy asoslari bilan birga olib boryaptilar va shuning uchun ham bu kutilgan samara beryapti. Misol uchun aytadigan bo'lsak, 2017-yilda ta'lim sohasiga 6,9 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Bir yilda. Endi mana bugungi kunga kelib esa bu 7 barobarga oshdi. Mana joriy yilda ta'lim tizimiga qariyb 64 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Mana shu oradagi 7 barobar oshdi degan bir og'iz gap bu osongina talaffuz qilinadi. Lekin bu mablag'ni topish va bu mablag'ni aynan ta'limga yo'naltirish masalasi menimcha mana degan davlatlarda ham hozir emas bunaqangi katta sakrashga. Fantastik o'sish ham bo'ladi. Xuddi shunday desa bo'ladi. Buni natijasida birinchi o'rinda pedagoglarimizni shu moddiy manfaatdorligi oshdi. Bugun pedagoglarimiz foydalanishi mumkin bo'lgan 50 dan ortiq iqtisodiy imtiyozlar mavjud. Hurmatli prezidentimiz bir necha yil avval biz pedagogning oyligini $1000 dan oshiramiz deganlarida to'g'risini aytish kerak, hamma ham ishonqiramagan. Lekin bugun real hayotda 20 ming atrofidagi hamkasblarimiz mana shu $1000 dan oshiq pul olyapti. Bu albatta o'zini ustida ishlagan, shu yangilikka ham qadam bo'lgan pedagoglarimiz boshqalardan oldingi safda turishiga va buni yaxshi tomoni boshqa pedagoglar ham shunga qarab intilyapti. Misol uchun aytadigan bo'lsam, demak bundan 10 yil avval bizda mamlakatimizda 400 mingga yaqin pedagog bo'lib, ularni masalan oliy toifalisi 4% tashkil qilgan. Bugungi kunga kelib 600 mingga yaqin pedagogimiz bor va ularning hozirgi kunda qariyb 15% oliy toifali. Bu yerda ham son o'syapti, ham sifat o'syapti. Bularni hammasi demak o'qituvchilarimizni o'zini ustida ishlashga va pirovardida ta'lim sifati oshishiga xizmat qilyapti. O'qituvchi kasbini jamiyatdagi eng obro'li ishga aylantirish mening necha yillik orzuyim, kerak bo'lsa armonim edi deb ta'kidlagan edi davlatimiz rahbari va ular ustozlarning mehnati qanchalik og'ir va mashaqqatli ekanini yaxshi anglaydilar. Shuning uchun Gulbahor opa sizga yuzlanmoqchi edim. Sirdaryodan keldingiz. Katta rahmat. Pedagoglar hayotida nima o'zgardi o'zi? 30 yillik faoliyatim davomida o'qituvchi bosib o'tgan qiyinchiliklarni ham, mana endi esa yaxshi kunlarni ham ko'rish nasib etyapti-da. 2005-yilda 3 ta bola bilan juda ham kam maosh olgan vaqtimda esladim-da hozir. Lekin maoshingizni ham esladingizmi? Esladim endi. Juda ham kam maosh olganimiz, aytishga ham uyalaman. Haqiqatan ham juda ham qattiq xafa bo'lganman ham. Men 2016-yilda paxta mavsumidan umuman ta'lim sohasini olib tashlaganda bo'lar ekan-ku deganman. Bo'lar ekan-ku deb juda ham qattiq ta'sirlanganman. Chunki tasavvur qiling, bizga o'xshagan 3 ta yosh bolasi bor, xo'jayinim ham o'qituvchilar. Bolalarni qayerga qo'yamiz? Paxtaga borishimiz kerak. Yoki bo'lmasam shu 5, 6, 7 sinf o'quvchilarini paxtaga olib ketamiz. Allohga shukr, mana shu islohotlar tufayli prezidentimizning o'sha ta'limga bergan e'tiborlari tufayli paxtadan ozod etildi. Yana bir marta bo'lar ekan-ku degan joyim bugun faqatgina poytaxtda emas, balki chekka hududlarda ham zamonaviy maktablar qurilgani. Bizning maktabimiz ham ta'mirdan chiqqandan keyin kirib borganimizda, shunday eski maktabdan bo'lar ekan-ku deb yana ikkinchi marta juda ham ta'sirlangandim. Yana bir ta'sirlanish nima? Bu haqiqatan ham o'qituvchi uchun oylik maoshlarining oshishi. Avval o'qituvchilar faqatgina bazaviy tarif stavkasi asosida oylik olgan bo'lsa, bugun o'z ustida ishlaydigan o'qituvchilar uchun imkoniyat juda ham ko'p. Dilar opa, sizga yuzlansak, mana siz yangi O'zbekistonni eng baxtli o'qituvchilardan birisiz. 20 milliondan ko'proq
maosh oladigan pedagogsiz. 10 yildan keyin seni oyliging shuncha bo'ladi desa, o'sha vaqtda ishonmasdingiz. Umuman aqlimga ham sig'dira olmaganman. Hozir mana hamkasbimiz eslaganini men ham o'tirib esladim. 2004-yil tug'ruq ta'tiliga chiqqanda, hattoki o'sha tug'ruq ta'tilini pulini olganimda ham shunaqa ma'yus chekkandim. Nahotki 4 ta oyligim ham shunchagina ekan. Singlim aytardi: "Opa, nima qilasiz? Shunaqa kam oylikda aspiranturalarda o'qigansiz, fanlar akademiyasida o'qidingiz, orqangizda shuncha narsa, lekin oladigan oyligingiz biza bir kunlik topadigan pulimiz." Keyin aytardim, "Yo'q, men o'qituvchi bo'lib tug'ilganman" deb hisoblayman-da o'zimni. Men bundaqa oylik olishni hech qachon hayolimni uchiga ham keltirmaganman. Eng yuqori oylikni men 2 millionlar atrofi olganman. Shu 1 million 200, hozir 20 millionda, bu 2000 dollardan oshiq degani. Xudoga ming shukr deyman o'qituvchilikdan ketmaganimga, orqamdan shuncha shogird ergashtira olganimga, prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Har doim o'ylardim, qachon ta'limga sarmoya tikilar ekan, qachon ta'limga e'tibor bo'lar ekan. Mana bo'lar ekan. Shunaqa xursandmiz biz. Masalan, men yoshim katta, 50 ga boryapti, lekin men ham shu prezident farzandi deb hisoblayman, sababi men ham shu yaxshi davrda yashab o'tyapman. Ozgina qoldi pensiyamga. Xursandman. Men ham shu 20 milliondan oshiq oylik olyapman. U pulimni nima qilyapman? Men ham farzandimga sarmoya qilyapman. Prezidentim menga sarmoya, men ularga sarmoya. Kelajakda mana katta qizim o'qituvchi bo'lmayman dedi. Meni ko'rib o'qituvchi bo'ldi. Ingliz tilidan dars o'tyapti. Shunaqa xursandman, o'qituvchilarga shunchalik e'tibor, shunchalik avval yo'q edi bu narsa. Podyezd tozalagan. Biz borganmiz vaqtida. Endi men shaharda ishlaganim uchun kvartallarni tozalashganman, yo'lini sipirishga borganman, o'quv ishlari bo'yicha zamdirektorman, o'qituvchilarni olib borganman. Yo'lda shunaqa mashinalar o'tyapti, o'qituvchilar sipirayapti, "O chekkaga o't, ehtiyot bo'lgin, kerak bo'lsa o'shani nimchalarni kiyib ishlaganmiz." Yig'lagan kunlarim qancha bo'lgan, o'qituvchilikdan ketmoqchi bo'lgan kunlarim qancha bo'lgan. Lekin hozir Xudoga shukr, mana bo'lar ekan, Gulbahor opa bo'lar ekan. O'qituvchiga hurmat. 15 yildan beri o'qituvchi bo'lsam, 2 davrni ko'ra olgan o'qituvchiman. Birinchi maktabga kelgan paytlarim ko'z oldimga keldida, o'qituvchi sifatida boshlaganda negadir qishloq maktablarga ishlash ishtiyoq bo'lgan. Birinchi boshlagan joyim men qishloq maktabidan boshlaganman. Borsam, yo'lda cho'pi qilinar ekan. Paxta dalasiga o't teriladi, daraxtlar oqlanadi. Ana kelinki barcha xo'jalik ishlari qilinadi. Dars qachon o'tiladi? Keyin paxta dalasiga ham kitobimni yetaklab olib boraman-da. Shu boshida qanaqadir xo'rlik bo'lgan o'sha payti direktorimiz e'tibor bergan ekanlar, paxtani terib chetga o'tib olib, normamni qilib kitobimni o'qirdim. Bo'ldi, normadan ziyodasi kerak emas deb o'qib o'tirardim. Harakat qilganimda, mayli bu qizim juda ishtiyoqmand ekan bilim olishga, uni paxta terishiga qiziqmanglar dedilar, yoshlar katta direktor edilar. Bu o'qib professor bo'ladi deb o'qib qo'yardi, motivatsiya berib qo'yardilar. Pedagog maqomi haqida gapiradigan bo'lsak, birgina to'g'ri aytish kerak, jamiyatda eng oxirgi bo'g'indagi qatlam bo'lib qolgan. Hojiboy Tojiboyev rahmatlikni eslasak ham, kim o'qituvchi chiqar degan bu gapi, bu hayotiy gap bo'lgan. To'g'ridan chiqarib, bu afsuski, bu hayotiy achchiq haqiqat bo'lgan. Paxtaga kim pedagog? Dalaga kim pedagog? Qatqaloqqa kim pedagog? O'za yaganasiga kim pedagog? Spursidirga kim pedagog? Erinmagan odam borki, shu pedagogni turtib o'tganda, buni qo'pol qilib aytganda. Kuchi yetgan deylik. Ha, kuchi yetgan tizim borki, shuning uchun bugun unaqa emas. Bugun o'sha pedagog maqomi to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi, undan avval konstitutsiyamizda boshqa davlatlarda analogi bo'lmagan modda 2-moddada pedagog qadr qimmati davlat muhofazasida ekanligi belgilab qo'yilishi. Biz mana xorijiy hamkorlarimiz keladi, boshqa davlatlardan vazirlar keladi. Ularga biz konstitutsiyamizda alohida modda belgilangan bo'lsak, birinchi ishonqirashmaydi. Dunyoda bunaqasini deydi, biz konstitutsiyada pedagogning qadrini muhrlab qo'ygan davlatni tajribamda birinchi ko'rishim degan e'tirof ko'p eshitamiz. Bugun pedagogdan talab qilinadigan yagona muhim talab o'zini ustida ishlash kerak, sifatli ta'lim berish kerak. Bo'ldi. O'zini vakolat doirasiga kirmaydigan ishlarga jalb qilish qat'iy taqiqlandi. Va eng muhimi, mana shu talabni davr taqozosida hurmatli prezidentimizning mana shu chaqirig'ini bugun hamma tizim anglab yetdi. Ma'naviy jihatdan ham sha'ni qadr qimmati qadrlanishi jihatdan ham bugun O'zbekiston pedagoglariga havas qilsa bo'ladigan darajada. Odam yangilikka, yaxshilikka tez ko'nikadi. Bir yoshi katta o'qituvchimiz aytdilarki, bilasizmi, men bu kunni paxta dalasida kutib olardim. O'qituvchilar bayramini necha yil paxta dalasida o'tkazganman. Bugun esa
mana shu jamiyatni eng ilg'or vakili, hurmatga sazovor inson sifatida prezident bilan yonma-yon bir qatorda birinchi safda o'tiribman degan gapni aytdi-da. O'sha paytlari bitiruvchilarni biz kasbga yo'naltiramizda. O'shanda savol berardim, kim o'qituvchi bo'lmoqchi? Ishonasizlarmi? Ko'zimga yosh kelardi, sinfda bitta ham o'qituvchi yo'q edi. Yaqinda sinfim bitiruvchi edi. Savol javob o'shan qilganimda ishonasizmi, sinfimda 12 ta odam o'qituvchi bo'lar ekan. Biz dedi, xuddi sizdaqa o'qituvchi bo'lmoqchimiz, xuddi sizdaqa oylikka ega bo'lmoqchimiz, xuddi sizdaqa hurmatga ega bo'lmoqchimiz. Yaqinda eng kichkina farzandimni o'quv markaziga olib bordim. Ingliz tilida o'quv markaziga olib kirganda ishonasizmi, o'sha yerda meni turib kutib oldilar. Assalomu alaykum ustoz, siz ustozsiz-a? Men sizni taniyman dedilar. Bular ustoz bo'ladilar deganda farzandimga o'sha o'quv markazi 30% chegirma qilib berdi. Shunaqa o'g'lim faxrlandi. Ayajon, o'qituvchi bo'lganingiz uchun menga shuncha arzon qilib berishdimi, bolamni? Ko'zimga yosh keldi. Bugun Sirdaryodagi eng ko'p oylik oladigan kasb egasi ham deb sizni bemalol ko'rsatsak bo'ladi. Ha, albatta xursand bo'lamiz. Albatta prezidentimizdan xursandmiz. Mana shunday islohotlar amalga oshirilayotgandan xursandmiz. Bu islohotlar hammasi inson uchun, pedagoglar yaxshi yashash uchun, pedagoglarning mavqeini ko'tarish uchun qilinayotgan barcha yaxshi ishlar. O'qituvchi sifatida 20 million oylik ham olsa bo'ladi. Bo'ladi. Mana bilasizmi, birinchi mana biz ham kam oylikda ishlab yurib, o'sha milliy sertifikat oldim. Bu maktabda boshqalarga motivatsiya bo'ldi, to'g'risi. Boshqalar ham qiziqa boshlaydi atrofingizda. Keyin oliy toifadan keyin oliy toifani yana qaytadan topshirdimda, qaror chiqdi, 86 balldan yuqori olsa 70%. Endi unga o'zim harakat qildim, to'g'risi maktabda birinchilardan bo'lib oldim. Keyin yana qiziqish bo'ldi. Boshqalar yana endi 70%likka harakat qilishdi. Mentor o'qituvchi sifatida tayinlandi 20%, maktab tarafdan direktor jamg'armasi berildi. Mana shunday qilib harakat qilsangiz bor imkoniyat. Men hozirgi yoshlarga aytaman-da, imkoniyat juda kuchli. Juda ko'p. Avval 5 yilda bir marta toifa topshirsak, hozir 1 yilda 2 marta 5 yilda bir toifaga edi. topshiramiz. Bu yil ta'lim muassasasida maktabda ish boshlagan o'qituvchimiz keyingi yil sentyabrda oliy toifali bo'lishi mumkin. Oldingidek bitta toifa olishiga 5 yillab kutilmaydi. Masalan, mutaxassis sifatida ishga kiradi, kuzda qatnashadi, ikkinchi toifani oladi. Bahorda qatnashadi, birinchi toifani oladi. Keyingi kuzda endi oliy toifani oladi. Bu ham shu o'qituvchini qadrini, moddiy manfaatdorligini oshirish uchun hurmatli prezidentimiz qilib bergan islohot samarasi. Hozir hattoki taksistlar yo'lda ham, "Opa, nima soha o'qituvchimisiz?" dedim. "O, oyligingiz rosa katta bo'lsa kerak" deydi. Chunki hamma butun O'zbekiston biladi, hozir o'qituvchilar yaxshi harakat qilsa, $1000 oshig'imi opa dedi. "Yo'q, ukam adashyapsan" dedi. "Nech $2000 qizimni o'qituvchi qilsam bo'larkan emas, albatta o'qituvchi qilgin" deyman-da. Kartangizga, plastik kartangizga birinchi marta o'sha 20 million atrofida oylik tushganda o'tgan his-tuyg'uni ta'riflab bera olasizmi? Albatta, o'ta xursand bo'lasan-da. Biz o'sha 20-30 yillik faoliyatimda eng kam oylikda ham, eng ana shu o'qituvchiga be'tiborlik bo'lgan davrlarda ham hammasini biz boshimizdan o'tkazganmiz. Biz shuning uchun bu kunlarga yetkazganiga shukr deymiz. Juda ham xursand bo'lamiz. Va yoshlarga ham aytamanki, izlaning, imkoniyat bor. Hamma imkoniyat bor, qiynalmaysiz. Chet davlatga ketib, ertalabdan kechgacha qora ishni qilguncha yaxshiroq o'qisang, hamma imkoniyat bor deb tushuntiramizda. Birinchi tushganda shunaqa qotib qolganman. Keyin ozgina ko'zimga yosh keldi. O'g'limga aytdim, "Mana kurashga qo'shib, gimnastikaga boraman derding. Ana endi unga borasan" dedim. "Ayajon, oyligingiz oshdimi?" dedi. "Zo'r oshdi oyligim" dedi. O'sha pulimni birdaniga xayolimda bolalarimga sarmoya tikishni o'yladim. Sinfimdagi o'quvchilarimga nimalardir o'ylab topishim kerak. Qanaqadir rahmat. Har bir oyligimdan ozgina miqdor o'quvchilarimga rahmat sifatida men ishlataman, sarmoya tikaman. Sababi matematika fanim juda og'irda. Sinfimda 18 ta a'lochim bor matematikada. O'sha har safar ularni rahmatlantiraman. Menga davlat beryapti, prezidentim 20 milliondan oshiq oylik beryapti. Men ham qaysidir qismini o'sha kichkina bolalarimga sarflayman. Ular shunaqa o'qiydi, oddiy narsa bilan rahmat qilsangiz ham, shunaqa ularga motivatsiyada hamma narsaga sabr bilan. Mana sabr qildik, shuncha oylik oldik. Sabr qilmagan nechta edi? O'qituvchilikni tashlab ketib bozorda ishlagan nechta?
yo noto'g'rimi? To'g'ri-ku. Pensiyaga chiqqunimcha shu oylikni olishga harakat qilaman. Prezidentimizni ishonchini oqlaymiz. Albatta, chunki 2 million oylik qayerda-yu, 20 milliondan oshiq oylik qayerda? Xuddi shunaqa. Prezidentimiz $1000 ga yetkazaman o'qituvchilarning oyligini degan yillarida Buxoroda $1000 oladigan ikkita o'qituvchidan bittasi o'zim edim. Xursand bo'lganim, hozir joriy etilayotgan ustamalar bir-biroviga xalaqit etmaydi. Ya'ni oldingi olgan shunaqa bo'lardi, buxgalteriyaga borsak, siz 50% ustama olar ekansiz, endi 30%ligini ola olmaysiz, chunki sizga yuqoriroq to'lanar ekan deyilardi. Hozir foizlarni sanaydigan bo'lsak, bir-biroviga umuman xalaqit bermaydigan darajadagi ustamalarni olyapmiz. Bu insonni faqat xursand qiladi va motivatsiya beradi. Yil o'qitishda qatnashsangiz, salkam 600 millionga yaqin sizga berilyapti hozir mukofot. Bitta uyni puli. Hurmatli prezidentimiz o'tgan yili o'qituvchilar bilan uchrashganda aytganlar, tuman g'olibi bo'lgan o'qituvchiga, bu 208 tuman shahar bo'lsa, tumanda g'olib bo'lgan o'qituvchiga BXM deymiz. Shuni 1400 barobar. Bugungi kunda hozir aytganlaridek 600 million atrofida. Har bir tuman bo'yicha. Har bir tuman g'olibi haqida gap ketyapti bu yerda. Har bir tuman uchun 600 milliondan shu g'olibga berilishi men uchun boshqa tizimda birorta bunaqa holat men eshitmaganman to'g'risida. Biz o'sha g'oliblarni kutyapmiz e'lon qilinishi. Shunday bu hozir tanlov 3-bosqichi mana yaqin kunlarda shu oy oxirida o'tkazishni rejalashtirib turibmiz va Xudo xolasa shu o'qituvchilar bayramiga ularga bu katta sovg'a bo'ladi. 208 ta xonadonda alohida bayram bo'ladi. 208 ta uy topshiriladi. Xuddi shunday. Davlat rahbari qabul qilayotgan qarorlar shunday bir mexanizmga aylandiki, bu faqat poytaxt yoki markaz atrofida emas, eng olis hududlargacha yetib boradigan darajada. Biz o'tgan yil Bildoraxon dars beradigan 240 kilometr uzoqlikdagi Xorazm chegarasidagi maktabga borgan edik va o'sha yerdagi bolalardagi ishtiyoqni, bolalardagi o'z oldiga qo'yayotgan maqsadlarni eshitib juda ham xursand bo'lgan edim. Ya'ni biz juda ham olisdamiz. Bizga bu orzular, bu maqsadlar begona degan qarash yo'q edi. Bildoraxonga o'xshagan yuqori professional o'qituvchilar o'sha hududgacha yetib borib, ularni ongini, dunyoqarashini o'zgartirishga hissa qo'shyapti. Prezidentimizning islohotlari olis hududlargacha kirib boryapti. Olis hudud o'qituvchisiman. 3 yil bo'layotgan bo'lsa, shu bolalar bilan ishlayotganimda o'quvchilarimiz ingliz tili fanidan xalqaro fan olimpiadalarida ishtirok etishyapti. O'zimning o'quvchilarim ustoz, siz top 200 universitetda o'qib qaytgan bo'lsangiz, biz top 20 da Pechak ligasida o'qiymiz deb aytishadi. Bilasiz, 15-sentyabr kuni prezidentimiz bilan video selektordan keyin yurtboshimiz BYD elektromobilni sovg'a qilganda, Prezident sovg'asi. Shunaqa, shu sovg'ada oldinlari yo'l og'irligi baribir bilinadi. Ertalab 5 ga chiqib yo'lga chiqasiz. Qanaqadir qiyinchiliklar bilinadi, lekin hozir shu BYD avtomobilida boraman, ketganimcha reja tuzib ketaman. Prezidentimizni ishonchlarini, mas'uliyatini yukimga olib ketaman. To'g'risi, qaynotam dehqonlar, quyoshni nurida qoraygan bobo dehqonni tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring. Qaynotamga telefon qildim, dadajon, taqdirlash bo'lyapti, keling, menga mashina sovg'a qilishyapti desam, qaynotam yig'lab yubordilar. Yig'lab yubordilar-da, voy qizim, kitob o'qiganga ham prezidentimiz sovg'a berar ekanlarmi dedilar-da. O'sha paytda menga anglash keldi. Bu Bilura Ikramova orqali bu ilmga, o'qituvchiga qaratilgan e'tirof. Shu sababdan ham bu kunisi borib, katta qilib orqasiga o'qituvchi deb yozdirib qo'ydim. Xalqimiz ko'rganda, albatta har bitta kasb aziz, lekin o'qituvchi kasbi prezidentimiz tomonidan e'tirof qilingan kasb ekanligini his qilishlarini xohladim. Hozir svetoforda to'xtaganimda notanish chehralar derazasini tushirib tabriklayman, qizim, молодец, biz siz uchun balets qilamiz, hamma sizga o'xshagan bo'lsin deydilar. Mana shuni o'zi menga bir kunlik qanaqa ish bo'lsa ham tog'ni talqon qilishga ham tayyor bo'ladigan kuchni beradi. Yana bitta xursand bo'ladiganim Islom sivilizatsiya markazi. Shu Islom sivilizatsiya markazi borsangiz, yangi O'zbekiston bo'limida ta'lim qahramonlari alohida e'tirof qilib yozib qo'yilgan. Shu yerda o'zim haqimda ham ma'lumot bor ekan. Meni fikrimcha, ham imkoniyat berilib, yana bu imkoniyatdan foydalangan yoshlarni bu kabi e'tirof qiladigan davlat bo'lmasa kerak. Chin dildan suyundim. Birinchi suyunganim o'qituvchiligimdan suyungan bo'lsam, ikkinchi suyunganim aynan O'zbekistonda o'qituvchiligimdan juda suyundim. Boshqa davlatda bo'lganimda bunaqa e'tirof bo'lmasdi. Men sizga qanday desam, hozir shukronalik hissi bilan shunchalik to'lib toshganmanki, hatto so'z bilan ta'riflay olmayman. Bu imkoniyat faqat Bilura Ikramova uchun yaratib qo'yilmagan. Bu imkoniyat o'z ustida ishlaydigan, yoshlarga sidqi dildan bilimimni beraman deb
qalbiga xolis niyatni tukkan, xalqqa xizmat qilishni xolis ko'ngliga tukkan har bir yosh uchun yaratib berilgan. Romitani olis maktabdagi muhit o'zi qanaqa o'zgardi? Mana shu 3 yil ichida o'zingiz tahlil qilib ko'rdingizmi? Tahlil qilib ko'rdim. Qanaqa qilib shu yoqqa borganimdan boshlaydigan bo'lsak, El-yurt umidi jamg'armasi stipendiyasiga loyiq deb topilganman. Prezidentimizni tashabbuslari bilan yaratilgan jamg'arma. Shu jamg'armaga o'qishni o'zi 10 yillik orzuyim bo'lgan. Mana 10 yil davomida pedagog bo'lib, qalbimdan uzib tashlay olmaganman shu top universitetda o'qiyman degan. Ketayotgan paytim o'zimga maqsad qo'yib ketganmanki, qanaqa bagaj bilan kelasan, ya'ni nima olib kelasan degan savol bilan, lekin javob bermagan o'sha payt. Borganimda biz auditoriyada o'qir ekanmiz, u yoqda 20 tadan ortiq davlat yoshlari bilan o'qiymiz. Barcha davlat rivojlangan davlatlar, rivojlanayotgan davlatlar bizning kursdoshimiz. Mana shu vaziyatda kuzatuv bo'ladi va kuzatdim. Mani uy pulim to'langan, stipendiya olaman, kontraktim to'langan, hamma tomondan davlat tomonidan ta'minlanganmanki, bemalol 10 soatlab o'tirib, dunyoning eng buyuk 8 ta kutubxonasi Buyuk Britaniyada joylashgan. Xohlagan kutubxonada 10 soatlab kitob o'qish imkoniyati bor menda. Lekin boshqa qizlarni, yoshlarni kuzatganimda, ular oziq-ovqatini to'lasinmi, stipendiyasini to'lasinmi, ular bunaqa imkoniyatga ega bo'lmaganligi uchun ham o'qishdan to'liq bahramand bo'la olmagan. Biza yurtboshimiz yaratib bergan imkoniyatlar sababam imtiyozli diplom bilan tugatib kelganmiz va shunda o'zimga aytganman, Bilura, sen borganingda nima qilmoqchisan? Borganimda eng olis hududlarga borib, yurtboshimiz yaratib bergan islohotlar, imkoniyatlarni keng targ'ib etib, yoshlarga tirgak bo'laman. Xuddi yurtboshimiz menga qanday tirgak bo'ldilar o'zimni rivojlantirishim uchun. Men ham xuddi shu narsani qilaman deb ko'nglimga tukkanman va Buxoro viloyat xalq ta'lim bo'limiga borib, eng olis hududingiz qayerda deganman. Keyin aytganlar, shu Xorazmni hududiga 5 kilometr qolgan joyda 38-maktab bor. U yerda ingliz tili mutaxassisi 10 yildan beri yo'q deganlar. Hech ikkilanma bo'lmay o'sha yerga boraman deb qaror qabul qilib borganman va 2-3 yilki meni o'quvchilarim mana hozir milliy dastur ishtirokchilari bo'lishlari arafasidalar, chunki ular hujjat topshirib imtihonlardan o'tdilar, xalqaro olimpiadalarga borib qatnashdilar. Oldin bitta o'qituvchini xorijda chiqib stajirovka o'tib kelishi to'g'risi favqulodda holat sifatida qaralgan. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi deb qaralgan. Bugun odatiy holga aylandi. Hech kim bunga ta'ajjublanmaydi. Xuddi shunday bo'lish kerakdek, avvaldan shunday deb go'yoki. Mana bu fikrimizga isbot sifatida hamkasblarimizdan Bindurani o'zini aytishimiz mumkin, boshqa ustozlar aytish mumkin. Bugun o'zbek o'qituvchisi xorijda, mana Finlandiyada bo'ladimi, Singapurda bo'ladimi, Xitoyda bo'ladimi, AQShda bo'ladimi, mana shu ta'limi rivojlangan mamlakatlarda borib stajirovkalar o'tib kelishyapti va bu raqamlar minglarni tashkil qiladi. Bu bitta, ikkita yoki 10 ta emas. Prezidentimiz sarmoya qilyapti, inson farzandiga, eng birinchi insonni o'ziga qo'yiladigan sarmoya bu eng oliy sarmoya. Mana men bolalarimni o'qitdim, sarmoya tikdim, o'quv markaziga olib bordim, pul ishlatdim, natijasini olyapman. Prezidentimiz ham qancha milliardlab sarmoya tikyapti. Mana 5-6 yildan bir natija ko'rinyapti. Qanaqa qizlarimiz chiqyapti, o'g'illarimiz ko'rib shunaqa xursand bo'laman. U paytdagi olimpiadani g'oliblari bilan hozirgi olimpiada g'oliblarini men ko'p solishtiraman. Osmon bilan yerchalik farq bor. Bizlar davrimizda olimpiadaga qatnashganmizda litseydan. Mundayroq borardik. Hozir nafaqat sport, balkim o'sha ta'lim sohasida ham o'quvchilarimiz mana Shvetsariyalarga boradi, chet davlatlardan o'quvchilarim yozadi. Ustoz, O'zbekistondan borgan talabalarni shunaqa zo'r kutib olishar ekan. Baribir sizlarni bilim darajalaring biz boshqa davlatda studentlarga nisbatan kuchli deb aytishar ekanda. Haqiqiy talantlar borligini va bu talantlarning kuchi nimaga qodir ekanligini butun dunyo tan olyapti. 2016-yilda o'zbekistonlik o'quvchilar 15 ta yig'in medal olishgan xalqaro olimpiadada. 2025-yilda 210 nafarga yetdi. 14 baravar oshgan. O'tgan yili Balkan matematika olimpiadasida birinchi oltinni oldik deb xursand bo'lgandikda. Va biz o'sha paytgacha oltin olmaganmiz olimpiadada. Bu yil biz 5 ta oltin oldik. Bu o'z-o'zidan bo'lmayapti. Oltin olgan o'quvchiga 1 milliard pul berilishi, ilm orqasidan 1 milliard pulni ishlash, eshitilishi ham bir yoqimli va biz O'zbekistonni kuchli ilm ahli bilan ham namoyon qilyapmiz. Jahon kimyo olimpiadasi prezidenti John Leon Kippers bitta savol aytdi. Qanaqa qilib bunchalik tez davlat qo'llab-quvvatlayapti, prezident qo'llab-quvvatlayapti desa savol berdi. Prezidentingiz ham olimpiadachimi degan savol beryapti. Aytdim, prezident olimpiadani juda yaxshi ko'radi. Shuning uchun 1 milliard pul beradi.
ular endi Amerikadan kelgan 83 ming dollarga yaqin pul o'quvchilarga beriladi desa shok bo'ldida. Har bittasiga ham yo jamoaga ham, har biriga nechta oltin bo'lsa shuncha pul beriladi. Bu gapni aytyapmiz, lekin ichimdan o'zim faxrlanyapman-da. Davlat rahbarini o'zi bu sohani har doim qo'llab-quvvatlayotganligi. Olimpiada mavsumi ochildi hozir. Endi mana shu yoz davomida biz umid qilyapmiz, kutyapmiz. Terma jamoamiz o'quvchilari tinimsiz oltin, kumush, bronza medallarni aynan yaratilayotgan sharoitlarga rahmat sifatida olib kelishadi. O'tgan yili 12,5 milliardga yaqin pul mukofotlari aynan olimpiada sohasida yuqori medal olgan o'quvchilarga va ularning ustozlariga berildi. 1 million dollardan oshiqroq pul. 10 yil oldin qanaqa edi o'zi vaziyat? 10 yil oldin unaqa pul mukofoti emas. Xalqaro olimpiadaga borgin keladigan bo'lsa, agar ota-onasini imkoniyati yetsa, o'quvchi borgan, bo'lmasa bormagan. to'ppa-to'g'ri. Endi olimpiadachilarning davri keldi. Fundamental bilimni o'rganadigan o'quvchilarning safi qanchalik keng bo'lsa, kelajakda yuqori malakali injenerlar, olimlar chiqish ehtimolligi yanada ko'payadi. Bu esa to'g'ridan-to'g'ri mamlakatda iqtisodi bilan 100% bog'liq. Hurmatli yurtboshimiz bu narsani o'zlari chuqur o'ylaganliklari uchun oddiy ishchi oilasining farzandi Avstraliyaga borib, misol uchun kumush medal olib kelyapti-da, bu ota-onani pul mukofoti olgan paytdagi quvonchini ko'rib, o'sha payt ko'zimga yosh kelganda, matematika, informatikada o'sha jahon olimpiadalarida kumush medalni qo'lga kiritgan terma jamoamiz a'zolari MITga Birinchi. MITga full scholarship olishi, ishoning, men 2022-yilda MITning o'ziga borganman-da. U paytida MITning ichini aylanib yurgan paytimda laboratoriyalarni ko'rib, bilan gaplashganda birorta o'zbek o'quvchi bakalavrga kirmagandi. 3 ta o'quvchi hozir MITda bakalavrda o'qiydi. Va uchalasi ham olimpiadachi. Asos zamin shu sohaga davlat rahbarini o'zining alohida e'tibor. Mana shu narsa qolgan barcha eshiklarni ochishga imkoniyat berdi. O'quvchilar bu narsani his qilishyapti va yaqin kunlarda O'zbekiston tarixi uchun eng uzoq kutilgan medallarni yetkazishadi. Chunki 97-yildan buyon Jahon matematika olimpiadasida ishtirok etsak, o'qituvchilarni armonimiz bor, ya'ni oltin medal olmaganmiz. Bu yili mustaqilligimizni 35 yilligiga bizni o'quvchilarimiz aynan matematikadan oltin medalni juda intizorlik bilan kutyapmiz va o'sha oltin medal olish mumkin bo'lgan barcha imkoniyatlarni maksimal darajada amalga oshirmoqchimiz. Davramizda Garvardga o'qishga kirgan mashhur Dilafruz Sobirova ham o'tiribdi. Yangi O'zbekistonni eng baxtli farzandlaridan biri deb bemalol aytamiz. Imkoniyatlarni katta muvaffaqiyatga, katta natijaga aylantirgan qizimiz Dilafruz, xush kelibsiz. Butun internetda aylanib yurgan o'sha mashhur video. Prezident maktabiga kirganimdan beri kutayotgan narsam bo'lgani uchun juda ham xursand bo'lganman, yig'laganman. Keyin shu video tarqalib ketgan. Va esimda 6 yil davomida Prezident maktabiga kelguncha Farg'ona viloyati Quva tumanidagi Xonobod qishlog'ida 13-umumta'lim maktabida o'qiganman va bizning maktabga eng katta yozilgan so'z bu: mamlakatni hech narsa sportchilik dunyoga tez tanita olmaydi deb yozib qo'yilgandi. Va esimda shu 1-sinfimdan yoshligimdan hamma sportchilarni, aktyorlarni tanirdik. Jahongir Poziljonovning qo'shig'i bor edi bokschilar haqida. Mana 2026-yilga kelib kirdim, Jahongir Poziljonov yana boshqa bir qo'shiq aytdi. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun boshlandi va o'sha qo'shiqni klipida o'zimni shu ko'rgandagi videoni ko'rganim menga eng ta'sirli narsa bo'ldi. Farg'onada Beshariq tumani bor, eng uzoq tuman Tojikistonning chegarasida va biz uyimizdan 2,5 soat uzoqlikda. U yerga bordim. O'quv markazlari kam ekan, bittasiga bordim. Aynan shu qanaqa ekan olis hududdagi yoshlarda 200 ta odam ketdi. Uning ichida shu 60-70 yoshlik bobo-buvalar bor, yosh o'quvchilar, 1-2 sinf o'quvchilari bor ekan. Biz ham Prezident maktabiga tayyorlanyapmizda, bittasi daftar olib kelibdi, dastxat qo'ydirgan. Keyin men o'yladim, shunaqa davrga keldik, faqat aktyorlar emas, sportchilar emas, shunaqa ta'lim sohasidagilarni, o'quvchilarni taniydi davlatimiz, hurmat qiladi. Menga eng katta ta'sir qilgan narsa shu bo'ldi. Borib bu yerda endi shuncha e'tibor bo'ldi, shuncha rag'bat davlatimiz rahbari tomonidan o'zlari ishonch bildirdilar. Farg'onaga borganlarda, har ko'rganlarda ona qizim deb aytadilar. Endi men ularga va'da berganman, Nobel mukofotini olaman deb.
endi harakat qilaman shu o'qib qo'lga kiritishga, va'damni bajarishga. Yiliga $103,000 dan 4 yilga $412,000 shu Garvard to'laydi. O'zimni qiladigan tadqiqotlarim uchun pul ajratadi, loyihalarim uchun. U yerdagi hamma resurslardan foydalanib, bilimimni bu yerga olib kelmoqchiman. O'zimga niyat qildim. Eng Amerikaning texnologiyalarini, laboratoriyalarini O'zbekistonga olib kirib, O'zbekistonda hammasini qilamiz, kashfiyotlarni. Misol uchun, saratonni davosi Amerikada emas, endi balki O'zbekistonda topamiz, xudo xohlasa. Ta'lim sohasidagi kashfiyotlarni xuddi Beruniy, Xorazmiy O'zbekistonda qurgan bo'lsa, men ham xohlardim O'zbekistonda qurishni. O'qishga qabul qilganingizdan keyin birinchi intervyuda aytgansizki, prezident maktabi ko'prik bo'ldi deb. Meni va Garvard o'rtasida ko'prik bo'ldi deb. Qanday ko'prik bo'ldi? Birinchi kelganimda, shu 7-sinfimda 2021-yilda Garvardni bilmasdim. Dadam aytardilar, qizim diplomatiyaga borib o'qirasiz deb. Men diplomatiyaga boraman deb o'ylardim, lekin shu 7-8-sinfdan Garvard haqida bildim. Aynan Prezident maktabidagi eng malakali mahalliy ustozlar va xorijiy ustozlardan bilim oldik. Shu chet eldagi sharoit hammasi bizning maktabda ishda bor edi, binoning ichida. Nafaqat ilm tomonidan, balki ma'naviy tomondan ham biz yuksaldikda. U yerda o'quvchi sifatida milliy raqsga tushishni o'rgandim, suzishni o'rgandim, omma bilan muloqot qilishni, o'zimni loyihamni qilishni, ekologiya sohasini. Bitta maktabning ichida o'zimni har xil qirralarimni ochib chiqdim-da. Shuning uchun agar boshqa joyda bo'lganda buni eplay olmasdim deb o'ylayman. Shuning uchun har doim ustozlarimga, maktabdagilarga va albatta prezidentimizga rahmat degan bo'lardim. Demak, hayotingizni 180 darajaga o'zgartirib yubordi bu maktab. Shunaqa. Oldin biz buni tasavvur qilmaganmiz. Oldin top 1000 ga kirsa xursand bo'lganmiz. O'quvchilarimizda juda katta ishonch paydo bo'ldi. Bu juda katta millatni ruhiyatida, katta da'volar, millatni ruhiyatida katta ishonch bo'lishi bu juda katta muvaffaqiyatlar asosi. To'rabek akaning gapida ham bugun O'zbekiston o'quvchilari olimpiadaga ishtirokchi sifatida emas, g'oliblikka asosiy da'vogar sifatida boryapti. Xorijga agar O'zbekiston kelyapti desa, bugun u ta'limda bo'ladimi, sportda bo'ladimi, shaxmatda bo'ladimi, qaysi sohada bo'ladigan bo'lsa, da'vogarlar kelyapti, qarash boshlandi. Bu xalqaro maydonda. Bu juda katta e'tirof va yutuq. Mana hozir ustozim aytdilar, bu biz paytimizda qimtinib agar birorta olimpiadaga chiqib qolsak, bir qasnasak bo'ldi degan fikr bo'lardi deb aytyaptilar. Bugungi bolalarimiz men hammasini ko'rsatib qo'yaman degan da'vo bilan boryapti. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan mutlaqo yangi tizim, bu ixtisoslashgan ta'lim muassasalari tizimi paydo bo'ldi va mana shunday agentlik faoliyat ish boshladi. Buni orqasida juda katta maqsadlar ko'zlangan. Prezident maktablarini olamizmi? Tayanch ixtisoslashgan maktablarimiz bu Xorazmiy, Ibn Sino, Ulug'bek yoki mana hozir siz eslab o'tgan Garvardchilar maktabini olamizmi? Bularni tagida juda katta maqsadlar mujassamki, oddiy masalan aytadigan bo'lsak, bitta mana hozir qizimiz o'qigan Farg'ona Prezident maktabiga bir o'ringa 158 ta nomzod da'vogarlik qilgan. Bu degani mana hozir 2-sinf qizchalarimiz ham prezident maktabiga kiramadim, dastxat oldim deb aytganlar. Buni tagida nima yotibdi? Demak, bugun ota-ona 2-sinfdan boshlab bolasiga ta'limga investitsiya kirityapti. Bu minglagan aqlli bolalar avlodi shakllanyapti degani. Juda katta avlod shakllanyaptiki, bizda intellektual salohiyati yuqori bo'lgan avlod. Oldinlari qo'rquv bo'lganda, endi chunki tayyorlaydigan ustoz yo'q, joy yo'q, sharoit yo'q. Amallab o'zimiz o'quvchi bo'lgan paytlar ota-onadan puli bo'lsa borganmiz, bo'lmasa yo'q. Hozir bundan ham yaxshirog'ini qilishimiz mumkin va qilamiz degan ishonch bo'ladi. Chunki qo'llab-quvvatlaydigan tizim bor. Strategiya 2030dagi juda ko'p mezonlarga, ko'rsatishlarga allaqachon erishildi. Xuddi shu singari fan yutuqlarida ham biz oldimizga qo'yilgan ko'p maqsadlarga, bu olimpiadalardagi maqsadlarga ham 2030 gacha bo'lgan muddatda erishilyapti. Bular hammasi bu marrani yana ham kattaroq olish taqozo qiladi. Albatta hammasi hurmatli prezidentimiz sohaga qaratgan e'tiborlarining natijasini deyish mumkin. Hozir mana qizimizni gapini eshitib juda xursand bo'ldim. Demak, faqatgina olimpiadani haqida emas, bundan keyingi bosqichimiz Nobel mukofoti bo'lsin. Yurtboshimiz 15-sentyabrdagi selektorda Buxoroda shunaqa qizim bor ekan degan nutqlarni qizim televizorda tomosha qildida. Oyijon, agar siz prezident qizlari bo'lsangiz, men prezident nevaralariman, munosib bo'lishim kerak. Prezident nevarasi prezident maktabida o'qish kerak deb 8 dan 8 gacha 12 soat mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish. O'zim qiziqib ko'rdim. Men bu kabi materiallarni va bu etapni 17 yoshimda kechirgan bo'lsam, meni bolam 4-sinfda bu etapni boshidan kechirdi.
11 yoshida va shunaqangi jiddiy jahd bilan tayyorlanyaptiki, bir kuni uyga kelsam, boshini egib, ko'zi to'la yosh bilan kitobga qarab turibdi. Ha, qizim, nima bo'ldi desam, hech nima deydi. Ayt ichingdagini, ko'rib turibman, nimadir darding bor desam, qiynalyapsan desam, ha, qiyin bo'lyapti. Bo'ldi, bo'lmasam bormaysan desam, yo'q, men maqsad qo'yganman, shu maqsadimga qarab intilishim kerak. Siz ko'ryapsizmi, 10 yosh, 11 yoshli bolalarni qanchalik irodasini o'zi boshqara olyapti. Va men ota-ona sifatida shu prezident maktablariga, ixtisos maktablariga topshirganda kuzatganimda, bitta meni bolam emas, 3000 ta, 4000, 5000 kelinkana ba'zi ixtisos maktablariga 8000 talab bolalar topshirdi. Shuncha bola massiviy o'z ustida ishladi. Ular bir pog'ona o'sdi. Bu yoshlar ertaga kelajagimizni rivojlantiradigan yoshlar deb hisoblayman. Hozirgi kunda 20 mingta o'qituvchi $1000 oshiq oylik olayotgan bo'lsa, 2030-yilga kelib bu ko'rsatkich o'qituvchilarning deyarli hammasi $1000 oshiq oylik oladi deb umid qilaman. Va xulosa o'rinda shuni aytmoqchimanki, davlatimiz tomonidan shuncha sharoitlar yaratib berilyapti ekan, o'quvchilarimizga, bolalarga sifatli ta'lim berishni yanada kuchaytiramiz. Yangi O'zbekistonni poydevorni yaratadigan, albatta O'zbekiston bayrog'ini yuqori yanada ko'taradigan, salohiyatli, vatanparvar yoshlarni albatta tarbiyalashga biz tayyormiz va davlatimizdan, prezidentimizdan bizga yaratib berayotgan shunday imkoniyatlar uchun minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Biz yoshlar hozir endi prezidentimiz berayotgan imkoniyatlardan foydalanyapmiz hammamiz. Misol uchun o'zim prezident maktabida, ular ham Olimpiada markazida hamma tayyorgarlik, yutuqlar, sovg'alar endi shu paytgacha olib kelyapmiz. Endi o'ylayman, bilim olganimizdan keyin biz davlatimizga berishimiz kerak. Xalqimiz uchun, millatimiz uchun, prezidentimiz uchun ishlab, yangiliklar olib kirib, shu startaplar, ya boshqa foydali loyihalar yoshlarga keyingi yana ham shuni davom ettirishimiz kerak, yana ham vatanimizni buyuk qilishimiz kerak. Shunga harakat. Mana Garvardchi qizimizni ko'rib, to'g'risi chin dildan ham shu yoshlarning o'qituvchisi, ham 2 nafar qizim bor. Shu yoshlarni onasi sifatida suyundim. Chunki bolalarimni, o'quvchilarimni kelajagi buyuk. Bir amerikalik mutaxassisimiz kelganlarida shunaqa fikr aytdilar. O'zbekiston dedilar rocket speed bilan ketyapti, ya'ni raketa tezligi bilan ketyapti. Menimcha biz 30-yilga chamalayotganimiz 2 baravar, balki yana 10 baravar qari ko'proq narsaga erishamiz. Hatto tasavvurimizga kirmagan narsalarga erishamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Chunki shunaqa yoshlarimiz bor, ko'rib turibsiz. Ko'z tegmasin deymiz. O'zbek yoshlariga munosabat, shunaqa dunyodagi eng katta universitetlarning, eng zo'r universitetlarini ko'z tikib turishi, o'ziga chaqirishi, bizda o'qigin, biz bilan birga rivojlangin deyishi. Mana shu suratda davom etadigan bo'lsak, orzu qilingan Nobelga ham erishamiz. Bir vaqtlar Garvard bizga orzu edi, bugun yoshlarimiz xursand qilyapti shu Garvardga kirib. Ertaga ishonamiz, kelajakda Nobel ham orzudek ko'ringan narsa real voqelikka aylanishi bu shubhasiz bo'ladi. 10 yil ichida juda ham katta tarixiy islohotlar yuz berdi ta'lim tizimida va eng muhim nuqta bor bu yerda, bu hali boshlanishi. Bunga juda ham katta tamal toshi qo'yilgan prezidentimiz tomonidan va o'sha tamal toshi poydevor asosida strategiyamizda belgilangan 2030-yilga maqsadlarni ham ziyoda bilan erishamiz. Sizlarga ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. Yoshlarimizga muvaffaqiyat, kelajakdagi istiqboldagi rejalarida, faoliyatlarida sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Yaxshi xabarlarimiz, yaxshi yangiliklarimiz ko'p bo'lsin.